Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim to'xu sho'rpisi. Bu sho'rpining tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. To'xu 1 dona, oqurqara 3 tut, zanjibil 10 gram, 1 tüp g'o'l piyoz, osh kuki muvofiq miqdorda, xurujlaridan tuz, oqmuch, tetikqo, suvchilangan kavchim, to'g'u temjahri, chilan, alaqat, yumshatilgan no'qot, sapal qatisi qatorliq materiallardan tayyorlab chiqamiz. Endi oldi bilan bu sapal qatisiga suv quyamiz. Yarim suv qo'ygandan keyin pokiz tozalangan to'xni butun pet solamiz. Esingizda bo'lsin, to'xni sovuq suv solamiz. Ondan o'choq o't yoqamiz. Biz bu sho'rpni sapal qatisi chiqarish maqsad odamning badaniga aks ta'siri yo'q. Endi ko'pikni olamiz. Sho'rpning ko'pikni olishga maqsad sho'rpni tozalash va suzish qilishdan iborat. Ondan tuzdan 3 bal qo'shoq. Tuzdan 3 bal qo'shib solamiz. Arqadan zanjibilni nepiz yaplash to'g'rab solamiz. Zanjibilni silib oldik. Yana oqurqarani to'g'rab silib olamiz. Oqurqara deganimiz Hanzu tilida dangsing deb atildi. Bu sho'rpining yana ko'pikini olamiz. Ko'pikini pokiz olamiz. Qancha pokiz olgan sira sho'rpining suvi shuncha suzuk bo'ladi. Siz bu sho'rpining vaqtini to'xining yumshoq qattiqliklarida belgilasangiz bo'ladi. Qaynagandan keyin 60 dan 1 bal qo'shoq, tetikqo 1 bal qo'shoq, to'xu temjahri 1 bal qo'shoq silib qaynagandan keyin qaytadan ko'pikni olamiz. Ko'pikni olib yana biroz qaynatamiz. Darmakniki to'xuga singishgan qadar qaynatamiz. Orqadan bu yumshalgan no'qni solamiz. No'qni solib oldik. Qaynadi. Yana ko'pikni olamiz. Siz har bir material solganda ko'pikni elishni unutmang. To'g'ini yapib, yana biroz qaynatamiz. To'g'u pishdi. Bu sho'rpni tayyor bo'ldi. Ondan keyin chilanni o'ttirdan kesib solamiz. Kesishdagi maqsad chilanning vaqti o'tgan o'tmaganini ko'rish. Chilanni soldik. Tuvoqni yapib, yana 1 minut qaynatamiz. Vaqt to'shdi. Ochdik. Ondan keyin yana ozroq ko'pikni olib o'tamiz. Endi alaqatni solamiz. Arqadan biz g'o'l piyozni o'ttirdan yerib, ushoq danch to'g'rab solamiz. Arqadan osh kukini ushoq to'g'rab solamiz. Sho'rp tayyor bo'ldi. Bu sho'rpini biz
chilan, olqat, zanjibil, no'qot, oshko'ka qatorliq materiallar bilan mo'tadil qilib tayyorlab chiqdik. Bu sho'rpa issiq, sovuq mijozlik odamlarga birdek mos keladi.